Assalomu alaykum. Demak, bu videomizda 360 Total Security degan antivirusimizni o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Bu antivirusimizni o'tgan darsda ko'rgan edik. Bu dasturimiz bepulligi jihatdan tavsiya qilinadi, ya'ni ko'proq biz bilgan boshqa antiviruslar o'zlarini litsenziyasini sotib olishga majburlashsa, ya'ni talab qilinsa, bunda esa siz bepul foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz, agar shaxsiy foydalanish uchun foydalansangiz. Demak, free downloadni bossangiz, onlayn installerni yuklab olasiz. Agar offline installerni bossangiz, ya'ni birinchi faylni o'zini yuklab olasiz, ana undan keyin esa internetsiz o'rnatishligingiz mumkin. Offline'ni bosamiz. O'zi avtomatik tarzda yuklash boshlanadi hozir, lekin bizda уже bu faylni yuklab olganimiz uchun shunchaki загрузкаlar bo'limidan oldingi yuklab olingan faylni ishga tushiramiz. Ko'rib turganingizdek, ishga tushirish uchun o'ng tugma va запуск от имени администратора degan bo'limini tanlaymiz. Endi mana shu joyda e'tibor bering. Biron bir antivirus o'rnatishdan oldin sizga kompyuteringizga e'tibor berishingiz kerak, boshqa bir antivirus o'rnatilganmi yo'qmi. Agar sizda ExitNote antivirusi o'rnatilgan bo'lsa, uni o'rniga ustiga yana qaytadan boshqa antivirus o'rnatishingiz shart emas. Shunchaki bu antivirusni bazasini yangilashligingiz kifoya bo'ladi. Yoki bo'lmasam bu antivirusni o'chirib tashlab, keyin yangi o'rnatmoqchi bo'lgan antivirusingizni o'rnatishni maslahat beraman. Chunki ikkita antivirusni ishlash prinsipi ikki xil bo'ladi, lekin ularni har biri o'sha kompyuterdagi ma'lumotlarni skanerlashga mo'ljallangan, skanerlash orqali viruslarni topadi va bir vaqtni o'zida bir nechta programmalar kompyuterning xotirasini skanerlashga urinadigan bo'lsa, kompyuterning qochishi va undan tashqari ko'pgina xabarlarni chiqib qolish ehtimoli bo'lar ekan. O'shaning uchun birinchi o'rinda e'tibor bering, antivirus bo'ladigan bo'lsa, uni o'chirib tashlashimiz kerak. O'chirib tashlash uchun biz bilamizki, настройкаga kirgan holatda, настройкадagi приложениеda mana shu joydan ro'yxatdan topib o'chirishligimiz kerak bo'ladi. Ayni vaqtda men sizga bir vaqtda o'zida ikkita antivirusni o'rnatishni ko'rsatmoqchiman. Xo'p, bu joyda Opera brauzerni o'rnatishlikni so'rayapti. Bizga kerak emas. Mayroqchani olib tashlaymiz. Облачный analizda qatnashishligimiz ham kerak emas. Endi установитni bosamiz. Yoki настройкani bosgan holatda siz qayerga o'rnatish mumkinligini ham o'zgartirishligingiz mumkin. Bizga kerak emas. Demak, установка. Ko'rib turganingizdek, Total Security'ni o'rnatish jarayoni unchalik qiyin emas. Juda ham oson desa bo'ladi. Mana bu joyga e'tibor beradigan bo'lsangiz, Total Security dasturini ikonkasi, ya'ni ishga tushgandan keyin mana shunaqa ikonkasi paydo bo'ladi. Ana endi e'tibor bering. Hozir bizni ExitNote antivirusimiz tomonidan ba'zi bir ishlashga, ya'ni virus deb topilgan fayllar mavjud. Shunchaki ignorirovat bosib qo'yamiz. Xo'p, ana endi продолжить. Ko'rib turganingizdek, bizni 360 Total Security antivirusimiz ishga tushdi. Nashatni bosamiz. Bu ishga tushishi bilanoq o'rnatilishi kerak bo'lgan barcha programmalarni sizga o'rnatishni taklif qiladi, lekin bu joyga установитni bosmasdan shunchaki mana bu крестикni bosishligimiz kerak. Ana endi ko'rib turganingizdek, avtomatik tarzda proverka boshlanib ketdi. Bundan tashqari antivirus обновить qilishni ham so'rashligi mumkin. Biz hozir bu joyda driverlarni обновление qilishligini so'rayapti, chunki so'nggi versiya driverlarni o'rnatishligimiz bu kompyuterimizning tezroq ishlashiga yordam beradi. Ko'rib turganingizdek, bizning antivirusimizni interfeysi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ускорение, ya'ni qanaqadir bir fayllarni, ya'ni avtomatik tarzda ishga tushadigan programmalarni o'zimiz ruchnoy ham boshqarishligimiz mumkin bo'lar ekan. Время загрузки, qancha vaqtda ishga tushyapti, ruchnoyu, ya'ni qo'lda qanaqa qilib optimizatsiya qilishlik mumkinligi to'g'risida amallarni bajarish imkoniyati va bundan tashqari jurnalni ham ko'rishligimiz mumkin ekan. Yana ham bir qiziq bir qo'shimcha funksiyasi mavjud. Bu albatta ancheska hisoblanadi. Bilamizki, kompyuterda uzoq muddat davomida ishlatilayotgandan so'ng unda cache pamyatdagi cache fayllar hosil bo'ladi, qaysidir programmalarni foydalanganimizda. O'shanday holatda biz uchun mana shu cache ancheska funksiyasidan foydalangan holda biz kompyuterimizni vaqti bilan tozalab turishligimiz mumkin. Bu albatta kompyuteringizni musorlardan xolis qilishga yordam beradi. Demak, hozir bu ancheskani amalga oshirishligimiz uchun выбрать всеni bosamiz va skanerovatni bosamiz. Bu skaner qilish jarayoni kompyuteringizni xotirasiga qarab, asosan bu C diskdagi tizimli diskingizni ichidagi ma'lumotlarni izlab topadi va ko'rib turganingizdek 190 umumiy hisobda 190 gigabayt, ya'ni 2 gigabaytga yaqin ma'lumotlarni tozalashlik to'g'risida sizga ogohlantirishni beryapti. Ya'ni tozalab berish mumkinligini aytib beryapti. Shunday ekan, biz очистить sechasini bosamiz va yana очистить sechas. Buning uchun bizni Chrome brauzerimizni yopishlikni so'rayapti. Zakrit. Ko'rib turganingizdek, biz kompyuterimizdagi musor fayllarni tozalab tashladik. Endi biz xohlaydigan bo'lsak, mana bu bayroqchani qo'yib qo'yadigan bo'lsak, рабочий stolimizda mana shu joyda очистка fayl qilib beradigan dasturimizni ссылкасini, ya'ni рабочий yorlig'ini qoldirishligimiz mumkin. Завершить. Ko'rib turganingizdek, mana yorliq hosil bo'ldi. Demak, bu bizni o'sha Total Security va ExitNote antiviruslarni o'rnatish qo'llanmasi edi. Endi hozir mendagi kompyuter nisbatan kuchliroq bo'lganligi uchun ikkita antivirusni ham ishlatishga imkoniyati yetadi. Lekin sizda aytaylik 4 GB yoki bo'lmasam 2 GB kompyuterlar
xavotirlaringiz bo'lsa, o'shanday holatda yo bunisini yoki bunisini o'rnatishlikni maslahat beraman. Chunki ikkala antivirusni o'rnatganingizdan so'ng qotib qolish ehtimoli bor. O'ylaymanki, bu video sizlarga foydali bo'ldi. Keyingi videolarda uchrashguncha salomat bo'lasiz.